Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Akalarim, ukalarim, jigarlarim. Mana bu safargi video murojaatim Farg'ona shahardan Damas'larda olib tashlaymiz degan ba'zi bir tadbirkorlarga bo'ladi. O'sha tadbirkor akalardan so'rab qolaman men shu narsani. Tadbirkor akaxon bitta fabrika oching yo kattaroq bir ishxona ochingki, Farg'onada 4000 tadan oshiq odam Damas'da kira qiladi. Damas'da olib tashlaydigan bo'lsalaring, Farg'onadan shuncha odam beish qoladi. Oilasini boqyapti shu Damas orqali, kreditini uzyapti. Arenda minib bo'lsa ham oilasini boqib, shu to'rsini olib kiryapti. Unaqa Damas'da olib tashlaymiz, avtobus qo'yamiz degan fikrlaringni qilishlaringdan oldin shu 4000 ta 5000 ta odamni ish bilan joylanglar, kattaroq bir korxonami bir narsa qilib ochinglar, keyin unga qarab ish qilinglar. Undan oldin Damas'larda olib tashlasalaring shuncha odamning rizqiga zomin bo'lasizlar, rizqini qirqasizlar. Muhtaram prezidentimizdan so'rab qolaman, shu Farg'onada bo'layotgan voqealardan ko'proq xabardor bo'lib tursinlar. 1-yanvardan Damas'larda shahar ichiga qo'ymaydi degan gaplar yuribdi. Rostmi, yolg'onmi? O'shani Damas'ni liniyadan olib tashlaymiz deb yurgan o'sha tadbirkorlar yaxshilab o'ylab olinglar. Ishchi o'rnini yaratinglar. Damas'da 5000 ta odam ishsiz qoladi. Damas'da olib tashlasalar Farg'onadan ishchi o'rin yaratinglar. Damas'da shopirlari ishli bo'lsin. Keyin qachon bo'lsa ham unga qarab, sharoitga qarab ish qilaveramiz akalarim. Ungacha yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Muhtaram prezidentimizdan men shuni so'rab qolaman. Damas'ni olish uchun 4000 ta 5000 ta ishchi o'rin yaratilsin Farg'onada. Yo'llarimiz hali u avtobuslarga javob bermaydi. Avtobuslarni olib kelib qo'ydilaring, mana kamerasi bor, usi bor, busi bor deyapsizlar. Bizda avtobus yo'lagini o'zi yo'q. Avtobus yo'lak qilinglar. 1-palasada avtobus yursin. Avtobusda yo'liga chiqqan mashinani o'shanda kameraga tushsa, avtobusda yo'lagida tushibman deb ish taraf to'lasa bo'laveradi. Undan haqida Damas'ga osilmanglar, sizlardan iltimos.